Bir o'yinchi oddiygina dunyoda oddiygina o'yin olib borayotgan edi. Va u qo'ylarni boqish uchun qamab qo'ygan edi. O'yinchi uyda ishlarini qilib olgach, qo'ylariga ozuqa berish uchun pastga tushdi. Yemak ber menga. Qornim bo'sh. So'ng qo'ylariga ozuqa bera boshladi. A few moments later. Mana kech ham tushgan edi. O'yinchi atrofni kuzatayotganda boshsiz qo'yni ko'rib qoldi. Atrofda hech kim yo'q edi. O'yinchi qo'rqib ketdi. U qo'yga yaqinlasha boshladi va Galla bom. keyin u uyga qaytishga qaror qildi. O'yinchi uyga yetib keldi, lekin qarasa, uyining eshiklari ochiq edi. U divanda yana xuddi shunday boshsiz qo'yni ko'rdi va unga yaqinlasha boshladi. O'yinchi qo'yni divandan yo'qota olmadi. Ilojsizlikdan u yerda uxladi. Birozdan so'ng qo'y g'oyib bo'lib qoldi. U tashqariga chiqishga qaror qildi va biroz aylandi. Birozdan so'ng u yana bir nechta boshsiz qo'ylarni uchratdi. One eternity later. U qo'ylarni oldan ketdi, lekin konda yana bitta qo'yni ko'rib qoldi. Uni ham boshlari yo'q edi. U qo'yni oldan ketdi, chunki u yerda g'alati ishlar bo'layotgan edi. Keyin u bir burchakka yashirinib oldi va o'sha yerdan tomosha qila boshladi.